Endi so'radingiz. Nima kayfiyating yo? Nimadir bo'ldimi? Shu opez shunda charchatdi meni. Oyijonga qarab charchamayman, shu opezga qarab charchayman. O'zi 1 soatga kelib ketdilar yo opam. Voy siz xavotir olmang. 1 soatda hamma narsani hal qilib qo'yadilar. Nima dedilar? Shu keladilar-da, choy damlang deyuradilar. Bir piyola ichadilar, yana yangisini damlatadilar. Bir piyola choy damlab kelish shunchalik qiyinmi? Faqat choy emas. Ovqat ham. O'zlariga alohida ovqat pishiradilar. Nima men endi har kun 2 ta qozon ovqat qilamanmi? Nigina har kun emas. Bir marta ozib-yozib kelib ovqat etsalar etibdilar-da. Nima qo'ling uzilib tushadimi? Kasal ko'rgani kelgan odam nima ovqat pishirsam shuni yemaydimi? Hozir men opamga telefon qilib boshqa kelmang, keliningizga yoqmayapti sizni kelishingiz deyishim kerakmi hozir? Nima xohlayapsan o'zi? Sizdan foydasi yo'q, har kuni shu yerdalar. Oyim oyog'i sirim narigi xonada yotibdilar. O'zini onasini ko'rgani keladi-da. Men oyijon nima xohlasalar, o'sha ovqatni pishiraman. Juda ham o'zgarib qolding. Nima, oyimni oyog'i singanlardan keyin qarash senga shunchalik malol kelyaptimi? Oyijonning og'irligi tushmayapti. Siz shu yerda o'tirsangiz har kuni bilasiz. Qanaqa shu yerda o'tiraman, ishda bo'laman-ku har kuni. Nigina o'ylab gapirgapingni ishdan kelgan asabimni buzma. O'zingiz juda yaxshi bilasiz opangizning xarakterini. Xuddi shu opamda bor xarakter senda ham bor. Menga sabr ber.